Hammaga salom obunachilarim. Xullas bugungi videoda uy quramiz, vijvaniya qilib, oddiy vijvaniya xullas qisqasi. Men gapni ko'paytirib o'tirmayman har doimgidek. Qani unda boshladik. Go. Shu atroflarda sandiq bo'lishi kerak. Bonus chestni yoqib qo'ydim. Hozir qidirib ko'ramiz. Agar sandiq bo'lsa, qishloqqa boramiz, to'g'ri. Bitta set oldim. Minecraftda o'zida bor Coastal Village degan. O'sha uni o'zi ko'rinyapti, Coastal Village. O'shga nima qarasam, ikkita temirchin uyi, ashta 3 ta olmos xullas borib ko'ramiz. Men 2x qilib boryapman. Qo'shib qo'yib. I love you so much that it's dripping from my heart and such. I'm sorry, I know I'm too much to love to trust. I'm nothing but I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask him, I just dreaming or what I could. Temirchini ham uyini topib oldim. Birinchi mana pechkasini o'g'irlab, keyin sandig'iga o'tamiz. Ko'ramiz sandig'ida nima bor ekan. Eshitganimda zo'r narsalar chiqadi deyishgandi. Ochib ko'ramiz. Yo, rostdan ham zo'r narsalar chiqdi. 9 ta temir, 3 ta nayza, bitta kirka, 6 ta obsidian chiqdi. Bu yaxshi natija. Bitta ishdan chiqqan, lekin yomon bo'ldi. Adashmasam bunda ikkinchi temirchini ham uyi bo'lishi kerak edi. Yana bilmadim. Ketdi, mana shu golemni o'ldirib qo'yamiz. Bitta blok qo'ydim. Yo 4 blok bo'lib ketdimi? Sindirsam urib yordi. 2 blok bo'lib qolgan ekan. Mayli, setdan ham uraveramiz. Joni kamroq ketsa kerak, bu oddiy tapor, taxtalik. Golemni ham yoyib qo'ydik. Endi ikkinchi temirchini uyini qidirishga tushamiz. Qattaligini bilmadim, endi qidirib ko'ramiz. Bu yoqda emas, bu yoqda ham emas. Adashmasam mana shu tarafdan keldim. Aniq bu yerda bo'lmaydi. Bitta mash chiqdi. Shu tarafdan keldim. Ikkinchi temirchini uyini tezroq topish kerak. 3 ta olmos chiqib qolar balki, yana bilmadim. 3 ta olmos chiqsa yaxshi bo'lar. Temir olmos kirka yasab olardim. Uzr, adashib ketyapman. Shu tarafga yurib ko'raychi. Bular agar bo'lsa, ashini ham pechkasi bilan sandig'ini o'maramiz. Qani go bo'lmasa. Va nihoyat o'zimga kerak bo'ladigan joyni ham topib oldim. Va nihoyat mana temirchini uyi. Har doimgidek birinchi bo'lib pechkasini o'g'irlaymiz. Keyin bo'lsa sundugiga o'tamiz va o'zim xohlagandek 3 ta olmos. 3 ta olmos va ishton bilan etik, keyin chest plate chiqdi, bo'ldi. Qolgan boshqa narsa yo'q. Mayli, boriga shukr, lekin mana somonlar maydalab turib o'zimizga non yasab olamiz. Nonni yasab turib qornimizni to'ygizamiz, chunki ovqat yo'q. Mayli, bo'lmasa nonni yasab olib uyni qurishga harakatini boshlaymiz. Qani ketdi bo'lmasa. Uyda harakati deb meni temirchini uyini buzib yoribman, uzr. Meni uyda ham buzamiz. Uyda harakati uchun tosh poli uchun emas, tosh ham poli uchun kerak, devor uchun ham kerak. Qishloq san kerak emas hozir. Mana uyda toshlarini olamiz va mana
har xil rudalarni tez pishirib beradigan pechkani ham olamiz. Bu bizga kerak. Chunki kelajakda yasab o'tirmaymiz. Mayli, kelajakda balki 100 kun yasharman. Bu hali birinchi qismi, ikkinchi qismi chiqishi uchun like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani unda ketdi. Mana o'zimga yotoq olib, yotoqni olib, endi uyni qurish harakatini boshlab bordim. Birinchi o'zimga joy topaman. Hozir bu yerlar qing'ir qiyshiq bo'lib yotibdi. Bu yerlar shart emas. Uyimni mana shu yerga qurib borsammikin? Mayli, shu yerga quraman. Qarshi bo'lmasalaringiz agar birinchi bo'lib o'zimizga chela yasab olamiz, keyin verstakni sindirib uyni pastki qismini qurishni boshlaymiz. Birinchi daraxtdan boshlab olamiz. 6 blok qilib, o'shunda bilib olamiz necha radiusdaligini. Bu yerga eshikni qo'yib olamiz. 2 blok sanab, chunki bitta tomoni 3 blok, bitta tomoni 2 blok bo'lib qolmasligi uchun sanadim. Bu qo'limga don tegib ketdi, mayli. Shu paytda esa menga suv kerakligini tushunib qoldim va chelakdan qo'limga olib yugurib borib suvni olib oldim. Bu yerlarga tosh qo'yib qo'yamiz. O't borligi uchun sal orqaroqqa qo'yilib ketdi, mayli. Bu yerni buzib turib, pastiga ham tosh qo'yamiz va eshikni o'zini qo'yib olamiz. Bu xato qilib qo'ydim. Endi bu toshlarni buzish kerak. Mana buzayotgan joyimni chekkasiga oddiy oak planks qo'yamiz. Qo'yib turib, o'rtasiga esa tosh qo'yamiz. Shunaqa tosh blok, singan tosh blok, shunaqa ulas. Mana oxiriga ham yetib qoldim. Endi daraxtni bu yerni ham sindirib, mana daraxtni maydalab turib qo'yamiz. Qo'yib turib, shu chekkalariga qo'yib chiqamiz. Xullas hammasiga bizga ko'proq daraxt kerak bo'ladi. O'shaning uchun daraxtim tugagandan keyin oddiy daraxt chopib kelishga qaror qilaman. Bu toshlarni mana shu xuddi shunday aytganimdek qilib o'rtasiga qo'yib olaman. Tepasiga qo'yilib ketdi. Kimda bo'lgan izohlarda yozib qoldiring. O'rtasiga qo'yib chiqamiz va eshikni ham qo'yib olamiz. Eshik bizga kerakli narsa, chunki kechasi uxlayotganimda uyda nimadir qilayotganimda kriper kelib portlatib yubormasligi uchun endi men o'zimga qum olib olishim kerak. Aynak qo'yish uchun chiroyli turadi va yorug'roq tursa ham kerak. Uyni yanada yorug'roq qilamiz. Sham qo'yib, uning uchun bizga ko'mir kerak bo'ladi. Ko'mirni portalni ikkinchi qismida qurib olaman. Bu yerga pechkani qo'yib, o'zimiz ko'lab kelgan qumni qo'ppayamiz va tagini qo'ppayamiz, chunki qo'ygan narsa topa olmadim. Mayli, endi daraxt chopib kelishga qaror qildim. U yoqini 2x qilib boraman.
hamma daraxtni chopib uyimga ham olib kelib oldim. Endi bularni maydalab turib devorga qo'yamiz. 2 blok joy ochib turib, 2 blok joy ochganimni sababi bu yerga aynak qo'yaman. Endi uyni qurib yuboramiz. Bo'lmasa buni ham 2x qilib yuboryapman. Rozi bo'lasizlar. Mana nihoyat oxirgi devorga ham keldik. Bularni yopishtirib qo'yamiz. Adashmasam shu yetadi. Ikkinchi qismda tom va ayniyni qo'yaman albatta. Va'da qilinganidek ikkinchi qismi yaqinda chiqadi. Ungacha ko'plar kelsa bo'ldi. Ikkinchi qismini albatta chiqaraman. Mana shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat obunachilarim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ikkinchi qismi albatta chiqadi, va'da qilingandek. Unda bo'lmasa sog' bo'ling, omon bo'ling, qani bo'lmasa xayr.